Bilmasdan Avstraliyaga kelsam bo'ladimi deb ko'pchilik yozadi. Til kursi o'rgangani, uchebniy sentrga pat kurs deydi. Maslahatim yoshlar yoki bo'lmasa mendan ko'ra kattaroq akalar Avstraliyaga kelmoqchimisiz? Albatta til o'rganib keling. Kamida IELTS 5.5 bo'lsa, eng kamida o'zi aslida qancha til bilganingiz shuncha yaxshi. Kamida 6 bo'lsin, 7 bo'lsin, bu yoqqa kelganingizda umuman qiynalmaysiz. Aytadi-yu, til bilganga 1000 tanga, til bilmaganga 1 tanga deb. Agar xohlasangiz, ishonmasangiz menga chetda yashayotgan akalarimizdan so'ranglar. Kanadadami, Angliyadami, Irlandiyada, Yevropadami, o'zini aytadi. Kelyapsizmi? Tilni bilib keling. Fransuz tilimi, ingliz tilimi. Sabab bu yoqqa kelganingizda umuman qiynalmaysiz. Sizda skills bo'lsa, hunaringiz bo'lsa, o'zingiz sohangiz bo'yicha professional bo'lsangiz, hayotni noldan qurayotganingizda, bu yoqqa kelganingizda moslashishingiz, lokallar bilan gaplashishingiz oson bo'ladi. Keling bu yoqqa higher educationga keling, institutga keling, kollejga keling, kasbiy ta'limga keling, universitetlarga kelib ta'lim oling. O'qish davrida maza qilib bemalol gaplashasiz, odamlar bilan gaplashib, muloqot qilib ishlaysiz. Shuning uchun ushbu videoda til bilmasdan Avstraliyaga kelsam bo'ladi degan do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.